Avvallari endigina Rossiya rivojlanganida biz Rossiyaga borib ishlab pul topib, o'zimizda oilamizni boqar edik. Bu juda ham og'ir, to'g'ri musofirlik har kimga emas. Lekin o'shanda ham musofirlarni qadrlamaydigan shunday insonlar paydo bo'ldiki, olib borib insonlarni sotar edilar. Ularni pasportini olib qo'yib arzon narxda ishlatishardi yoki bo'lmasa umuman tekinga ishlashga majbur qilishardi. Juda ham qiyin davrlar edi. Hukumatimiz bu joyda oyoqqa turdi-da va biz insonlarni huquqini himoya qilib, bunday insonlarni yer yuzidan yo'q qilishga harakat qildi. Jonlari sog' bo'lsin. Hukumatimiz bor bo'lgani bor bo'lsin. Lekin hozir yana xuddi shu ahvol takrorlanyapti. Mana men kelgan yurtga ham insonlarni olib kelishyapti. Bu yaqinda paydo bo'ldi. Insonlarni olib kelishyapti-da va ularga va'da bergan pul bilan emas, ularni past narx bilan ishlatishyapti. Va ularni qiyin ahvolga qo'yishyapti. Axir bu yurtga kirib kelish juda ham qiyin. Biz juda ham katta pullar bilan bu yurtga kirib kelamiz. Har kimga emas bu yurtga kirib kelish. Biz insonmiz avvalambor. Inson insonni ko'ziga cho'p tiqyapti. Bironta bir hayvon ko'rdingizmi? Sherni yeganini hech qachon bu ishni qilmaydi. Lekin biz insonlar insonlarimizni qiynagan. Yana bilasizlarmi? Biz ertangi yaratuvchini yoniga borganimizda nima deb javob berishimizdan hech qachon qo'rqmayapmiz. Biz hamisha shunday bo'lib yashaymiz deb o'ylayapmiz. Mayli, siz bugun shunday bo'lib yashayapsiz, lekin sizdan oldin bu ishni qilgan insonlar bilan bir marta gaplashing yoki ularni borib bir marta kuzating. Ularda nogiron farzandlari bor. Ularda nogiron nevaralari bor. Ularda tug'mas qizi yoki bo'lmasa bepusht o'g'li bor. Ularda shunday farzandlari borki, ularda kasalligini hech kim davola ololmaydi. Har bir yer yuzida qilingan yomonlik uchun biz hammamiz bir kun javob beramiz.